Assalomu alaykum. Bugungi taqdimotda, mm, bugungi taqdimotda uh, backend qismidagi backend bo'yicha uh, veb-sayt uh, bo'yicha ma'lumot bermoqchi edim. O'ylaymanki, bu sayt uh, foydalanuvchilarimizga ko'p taraflama ustunlik beradi. Ya'ni misol uchun ular saytni ishlash tezlashadi oldingiga nisbatan va ularni saytni iloji boricha osonlashtiramiz. Ya'ni yoshi katta insonlar ham bemalol qiyinchiliksiz ishlatishni hisobga olgan holatda saytni ancha osonlashtiramiz. A, loyiha va loyiha yoki g'oyani asosiy maqsadi, ya'ni OnePC uz sayti, ya'ni veb sayti, kompyuterlar, noutbuklar, aksessuarlar, kompyuter qismlari va boshqa texnika mahsulotlarini onlayn sotadigan do'kon bo'ladi. Ya'ni shu veb-sayt orqali foydalanuvchilarimiz bemalol o'zlari xohlagan mahsulotni, ya'ni kompyuterga oid mahsulotlarni tanlashlari va ularni o'zlari xohlagan turda yig'ish va sotib olishlari mumkin bo'ladi. Mm, Va bu saytda ishlatilingan funksiyalar, asosiy funksiyalar uh, uh, funksiyalardan oldin umumiy tavsif berib ketamiz. Saytning server tomoni foydalanuvchi so'rovlarni qabul qiladi, ma'lumotlar bazasidan kerakli ma'lumotlarni olib beradi va barcha biznes jarayonlarini boshqaradi. OnePC uchun bu qismda buyurtmalarni, to'lovlarni, mahsulotlarni boshqarish logikasi ishlaydi. Endi ma'lumotlar bazasi bilan ishlashda qanday asosiy funksiyalardan foydalanilgan? Bu yerda get, filter, save funksiyasidan foydalanilgan ma'lumotlarni olish va saqlash uchun. Delete funksiyasi eski yozuvlarni o'chirish uchun ishlatilgan. Chunki agar bu delete funksiyasini ishlatmasak, foydalanuvchilarimiz tomonidan kiritilgan ma'lumotlar soni ko'payishini hisobiga databasedagi ma'lumotlar ko'payib ketadi va saytni ishlashi sekinlashishi mumkin va databazeda keraksiz ma'lumotlar ko'payib ketish oldini olish uchun ham biz delete funksiyasini ishlatganmiz. Optimallashtirish uchun esa select related va prefetch related funksiyalar ishlatilgan. Siz onepc.uz saytini ko'rishingiz mumkin. U yerda bemalol savatga biza xohlagan tovarni solib qo'yishimiz va keyinchalik savatdan biza sotib olishimiz mumkin bo'ladi va aynan shu qismda add to cart va update cart, create order, checkout funksiyalari ishlatilgan. Order statusi esa pending. Misol uchun pending, ya'ni amalga oshirilayotganda pending chiqib turadi. Paid esa to'lov amalga oshirilganda va yetkazib berish xizmati ham mavjud bo'ladi. Backend validatsiya orqali to'lov va buyurtmalarni tekshirib olamiz. Ya'ni o'sha to'lov tushdimi, tushmadimi tekshirib olishimiz mumkin bo'ladi. To'lov tizimini integratsiyasida process payment, ya'ni bilan integratsiya qilingan PayMe, Click va Apelsin kompaniyalari bilan integratsiya qilingan verify transaction, ya'ni tranzaksiyani tekshirish, callback handler, to'lov tizimidan javob olish, HTTP orqali esa xavfsiz bo'ladi. Transaction logini saqlanadi. Yetkazib berish funksiyalari, ya'ni deliver, calculate delivery address, price, ya'ni manzilga qarab narx hisoblab beradi bu funksiya. Update delivery status, buyurtma holatini yangilash. Logistik API bilan bog'lash, pochta yoki qandaydir kuryer xizmatlari bilan bemalol bog'lashimiz mumkin.
real time kuzatuvi ham mavjud. Foydalanuvchi authentication, ya'ni autentifikatsiyasi, ya'ni register user, login user, logout, ya'ni biza bilishimiz mumkin bu funksiyani ishlatgandan keyin registr qilingan bo'lsa, foydalanuvchi registr qilgan bo'lsa, keyin login orqali kirib ketadi va log out qilib chiqib ketish imkoni ham mavjud bo'ladi. Qidiruv va API filtr funksiyasi ishlatilingan, ya'ni Django REST framework orqali API yaratish va JSON formatda javob qaytaradi va uni test qilamiz biza Swagger va Postman orqali. Orqa fondagi avtomatik ishlar ham ko'rsatib o'tilgan. Email yuborish, stokdagi mahsulotlarni yangilash, ya'ni bizani omborimizda, sklatimizda qancha mahsulot qolganini email orqali yangilab borish va ish natijalari log fayllarda saqlanadi. Bu saytning, ya'ni bu veb-saytning foydali tomonlari va afzalliklari. Ma'lumotlar tez va xavfsiz ishlanadi. Ya'ni bu yerda foydalanuvchilarning ma'lumotlari sir saqlanadi va hech qachon ommaga ommaga ko'rsatilmaydi. Foydalanuvchi uchun qulay tajriba, ya'ni tez qidiruv, qulay to'lov, admin panel orqali qulay boshqaruv imkoniyatiga ega bo'ladi. Kengaytirish va yangi funksiyalar qo'shish oson. Mikroservis arxitekturasi uchun tayyor baza, xavfsiz va barqaror tizim. Bugungi veb-sayt bo'yicha taqdimotimiz o'z yakuniga yetdi. Agar qandaydir savol va takliflaringiz bo'lsa, bemalol murojaat etishingiz mumkin. Biz sizning taklif va shikoyatlaringizni ko'rib chiqib, bu saytimizga o'zgartirish kiritishimiz mumkin. Rahmat kattakon ajratgan vaqtingiz uchun.